Assalomu alaykum. Mening YouTube kanalimga xush kelibsiz. Bu mening birinchi video blogim. O'ylaymanki, sizlarga yoqadi degan umiddaman. Avvalambor o'zimni tanishtirib o'tsam. Mening ismim Dilfuza. 1993-yil 18-oktyabrda tavallud topganman. Hozirda 2 nafar farzandning onasiman. Yoshim esa 32 da. Katta farzandim o'g'il farzand, uning ismi Muhammad Muso va u hozirda 9 yoshda. Yaqinda yozda 10 yoshni qarshi oladi. Ikkinchi farzandim esa ismi Muhammad Abdul Musavir. U ham o'g'il farzand. Uning yoshi hozirda 1,5 yosh. Barcha o'zbek ayollari kabi men ham oddiy uy begasiman. Ammo lekin shu uyda o'tirgan taqdirimda ham baribir har bir ayolning o'zini daromadi bo'lishi kerak. Shu sababdan ham men shirinlik kanalini ochganman va hozirda daromadim zakazlar olib shirinliklar tayyorlayman. Instagram sahifam ham bor. Unda food blogerlik sohasini yaqinda ochganman va Instagram sahifamni ham qo'ldan kelgancha yurityapman. YouTube kanalimni esa yaqindagina ochdim. Avvallari YouTube kanalda blogerlarni ko'rsam juda ham havas qilardim. Ayniqsa uybeka blogerlarni ko'rsam qanday qilib yurgizisharkin deb juda ham orzu qilardim, lekin hech ham bir kun kelib YouTube kanal ochaman deb o'ylamaganman. Lekin qiziqishlarim bilan bora-bora oxiri men ham YouTube kanalini ochishni o'rgandim. Istasangiz imkon topiladi degandek, mana inshaalloh men ham YouTube kanalimni ochdim. Inshaalloh ushbu YouTube kanalimda kunlik video roliklarimni qo'yib boraman va sizlarga ham qiziq bo'ladi degan umiddaman. Meni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Kanalimni kuzatib borayotgan qadrdonlarim, o'ylaymanki, ushbu kanalim sizga ham manzur bo'ladi. Meni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Mening kanalimga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Kundalik hayotimizdan video bloglarning eng qiziqlari hali oldinda. وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجال وأبر محتسبا